Assalomu alaykum. Hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 6-oyning 8-kuni yaqindan buyon Xitoy hukumatining yuqori qatlam huquqdorlar ichida Xi Jinping bilan Li Keqiang o'rtasidagi ziddiyat bag'ansir keskinlashib, sirtqa oshkorlanish vaziyati ko'rilibdi. Bu ikki ablaqning ziddiyatini sal qarashga bo'lmaydi ekan. Xitoy hokimiyatining birinchi nomerlik siyosiy rahbari bilan ikkinchi nomerlik siyosiy rahbarining o'rtasida ziddiyat chiqsa, Xitoy jamiyati ichida siyosiy yer tavrash vaziyati ko'rildi ekan. Xitoy diktator hokimiyat tiklagandan buyon Xitoy jamiyati ichida ikki qitim cho'ng siyosiy harakat bo'lgan ekan. Masalan, Xitoyning madaniyat zo'r inqilobi Xitoy davlatida 10 yil siyosiy kurash bo'lib, millionlagan odamlar o'lib ketgan ekan. Bunun sababi birinchi nomerlik siyosiy rahbar Mao Zedong bilan ikkinchi nomerlik siyosiy rahbar Liu Shaoqi o'rtasida uzun yillik davlat siyosiy yo'li o'xshamasligidan o'zaro keskin kurash yuqori o'rlab, bag'ansiri ochiq oshkor bo'lib, birinchi nomerlik huquqdor Mao Zedong huquqini saqlab qolish uchun Xitoy davlatidagi o'quvchilarni qizil qo'g'dug'uchi askar deb bir Liu Shaoqini huquqdan tushirish uchun Xitoy davlatida siyosiy kurash ib berib, kapitalizm yo'liga mangan oldingi saptikilar deb siyosiy ko'z qarshi aniq bo'lmagan odamlarni urib o'ldirib, Xitoy davlatida 10 yil siyosiy kurash va ma'lumotdan bo'lgan. 1989-yili o'quvchilar harakati va ziyolilar harakati bo'libmi birinchi nomerlik siyosiy rahbar Deng Xiaoping bilan ikkinchi nomerlik siyosiy rahbar Zhao Ziyang ikkisi o'rtasida siyosiy ko'z qarshi o'xshamaslik, davlatga rahbarlik qilish yo'li o'xshamaslik, shu orqali ikki arbob o'rtasida ziddiyat paydo bo'lgan. Bu rahbarlik qatlami ichidagi ikki ziddiyat bag'ansiri keskinlashib, ochiq oshkora bo'lish holatga o'tgan. Bu keskin ziddiyat 89-yildagi Beijing Tiananmen o'quvchilar harakatini keltirib chiqargan. Deng Xiaoping bilan Zhao Ziyangning o'rtasidagi ziddiyat bo'lsa, burjuaziyani erkinlashtirishning qiliblashishi to'g'risida, siyosiy tuzilmalarni isloh qilish masalasi to'g'risida o'zaro keskin kurash bo'lgan. Bu o'zaro keskin kurash taraqqiy qilib, Xitoy jamiyati ichida g'oyat zo'r siyosiy yer tavrash bo'lgan. 89-yildagi Beijing Tiananmen maydonida isloh qilamiz, demokratiyani ilgari suramiz degan o'quvchilarni tank bilan dastib, necha yuz ming o'quvchilarni qirib tashlagan. Hozir Xi Jinping bilan Li Keqiang o'rtasidami ziddiyatlar davomlashayotganiga xil uzun bo'pti. Xi Jinping taxtiga chiqqan kundan boshlab hukumat ichida ikki qutbga bo'linib, Li Keqiang boshchiligidagi hukumat ishlari iqtisod shunoslik yo'li bilan Xi Jinpingni asosiy gavda qilgan. Xi Jinpingning yordamchisi Liu Hening iqtisodiy yo'li o'xshamagan. Xi Jinping va Li Keqiang o'rtasidagi siyosiy ko'z qarash, iqtisodiy ko'z qarash bir-biriga o'xshamagan, surkilishlar kuchaygan. Bo'libmi yaqinqi mezgilda Xitoyning Wuhan shahrida virus paydo bo'lgan mezgilda Xitoyning oliy rahbarlik organi muzokara qilish orqali Li Keqiang boshchiligidagi maxsus bir guruh tashkillanib, virus masalasini hal qilamiz deb tövanga tushgan. Uzunga o'tmay Xi Jinping darhol media orqali tashqi dunyoga bu qidimki virus masalasida shaxsan o'zim rahbarlik qilib, o'zim bevosita mas'ul bo'lib, bu ishni muhim xizmat qilib tutdim deb medialarda so'z qilgan ekan. Xi Jinping nima uchun bunday so'z qiladi? Xi Jinpingning o'ylig'ini Li Keqiang tuvanga tushib, xizmatlarda natija qozonib, xalqning himoyasiga erishib ketsa, men pas-palat tushib qolaman, mening huquq o'rnimni lingishib qoladi deb o'ylagan ekan. Xi Jinping media orqali tashqi dunyoga o'zim qo'l silib ishildim, o'zim bevosita mas'ul bo'ldim, o'zim bevosita bu xizmatni muhim deb qarab keldim deganning o'zi Li Keqiangni pas-palatga tushirish maqsad qilindi ekan. Bu qitimqi ikki yig'inda Li Keqiang muxbirlarga so'z qilganda Xitoy davlatida 600 million Xitoy fuqarosining oylik kirimi 1000 yuanga bormaydigan bo'lib qoldi debdi. Li Keqiangning bu ikki son sepirini oshkorlab so'zlashi Xi Jinpingning qachiqqa keltirib birini sog'an bilan barobar ekan. Sababi Xi Jinping doklad so'zlagan chog'da Xitoyning iqtisodiy saviyasi halliq saviyaga yetdi, dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng iqtisodiy davlatga aylandi deb doklad bergan ekan.
Bu qitimqi ikki yig'inda Li Keqiang Xi Jinpingni osal holatga tushirib qo'yibdi. Keynidan Li Keqiang Xitoy davlatining Shandong o'lkasini ziyorat qilgan vaqtida yoymichilik iqtisodiy egilik bilan shug'ullanish to'g'risida alohida to'xtalib so'zlagan ekan. Li Keqiang so'zida yoymichilik iqtisodiy egilik bilan shug'ullanish bizga kelgan yaxshi bir fursat. Yoymichilik egilik iqtisodni butun mamlakatga kengaytirish kerak. Bu biz uchun kelgan yaxshi fursat deb safarbarlik so'zni qilgan ekan. Bir qancha kun o'tmay Xitoyning xalq gazetida Beijingga yoymichilik iqtisod bilan shug'ullanish bizga muvofiq kelmaydi deb maqola e'lon qilinibdi. Keynidilla Xitoy tashviqot ministri uqtirish chiqarib, yoymichilik iqtisodiy egilik bizga yarashmaydi degan mazmunlar deyilibdi. Keynidilla har qaysi shahar boshqarish organlari yoymichilik kasbiy egilik bilan shug'ullangan Xitoy fuqarolarini surin to'qay qilib yutibdi. Xi Jinpingning bunday qilishi Li Keqiang ishsiz qolgan fuqarolarga hayot yo'li ichib bergan bilan Xi Jinpingning o'ylaydigini Xitoy davlatining yuz obro'yiga, davlatning obraziga og'ir ziyon soladi deb qaraydi ekan. Yoymichilik tijorat bilan shug'ullanish Xitoy davlatini ibtidoiy davriga olib o'tgan bilan barobar deb qaraydi ekan. Bundaq bozor egilik Xi Jinpingning Xitoy fuqarolari Alloh saviyaga yetdi, Xitoy davlati ikkinchi cho'ng iqtisodiy davlatga aylandi degan tashviqot doklatiga to'g'ri kelmaydi ekan. Ham xalqarada Xitoy davlatining obrazini, yuz obro'yini yerga tushirgan bilan barobar ekan. Demak, Xi Jinping bilan Li Keqiangning o'rtasidagi ziddiyat mana shunday shaklda keskinlashib yetibdi. Li Keqiangning xarakteri bo'lsa, Zhaoziangga o'xshash bir g'oyaviy plani, g'oyaviy nishoni yo'q ekan. Faqatla Liu Shaoqiga o'xshash Xitoy xalqining turmushi yaxshilansa deb o'ylaydi ekan. Agar Xitoy xalqining turmushi tuvanlab ketib, xalq turmushining iqtisodiy kayni chekinsa, javobgarlik hukumat boshlig'i bo'lgan Li Keqiangga kelishi aniq ekan. Xitoy kuzatuvchilarining kuzatishicha, Li Keqiangning hozir Xi Jinping bilan tirkashgidek kuchi bormi yo'qmi? Xi Jinping bo'lsa davlatning harbiy huquqi va asos huquq, Xi Jinpingni qo'llaydigan kuch Xitoy davlatida hozir alohida kuchlikan. Bundaq aytganda, Li Keqiangning kuchi hozir Xi Jinpingning kuchiga tenglanmaydi ekan. Xitoy davlatining iqtisodi mush shaklda chekilib mangsa, Xitoy fuqarolarining turmushi kundan kuniga kayniga chekinsa, Xi Jinping davlatning obrazini saqlayman deb biz Alloh saviyaga yetdik deb so'zlayversa, xalqaroning besimi Xitoy davlatiga kundan kuniga kuchaysa, Xitoy davlatining ichida ikki portlash bo'lib, Li Keqiangning vaziyati ustunlikka o'tib qilishi mumkin deb faraz qilgan. Xi Jinping buyruq tushirib, Xitoy partiya a'zolari, Xitoy amaldorlari 20 turli qimmaslik nizom nomisini chiqaribdi. Masalan, partiya a'zolari xizmatdan qaytgan vaqtida, o'zining damlish vaqtida 20 turlik ishlarga diqqat qilish tuzumiga bo'ysunishni shart qildi. Masalan, hukumat rahbarlari o'zining damlish vaqtida chet el radiolarini anglamaslik, chet elning tashviqot internetlariga kirmaslik, hukumat ichidagi maxfiyatlarni saqlash, xalqning ta'tir tashviqotlariga ishonmaslik, so'z harakatlarga diqqat qilish va qazo bo'lib 20 turlik partiya a'zolarining bo'ysundigan nizomnomalarini bekitibdi. Bütün partiya a'zolari markaziy hukumatga ishonish, uningdan gumon qilmaslik degandek so'zlarni o'rganib turish kerak ekan. Bu demak, Xitoy hukumati ichida, yana partiya a'zolari ichida hukumatga ishonmaslik, yuqori rahbarlarga ishonmaslik, bir-birsidan gumon qilish vaziyati paydo bo'lgan gap. Demak, Xi Jinpingning hozirgi vaziyatimi xatar ustida ekan. Bo'libmi Li Keqiangning iqtisodiy taraqqiy qilish bisimiga duch kelayotgan partiya a'zolari va partiya rahbarlari Xi Jinpingga ishonmaydigan mushundoq vaziyat shakllanib yetibdi. Demak, Xitoy davlatining siyosiy vaziyati o'lik jasadga o'xshab qopti. Bu vaziyat Xitoy davlati ichida cho'ng bir siyosiy yer tavrash vaziyatini keltirib chiqadi deb tushunib tursak bo'ladi ekan. Qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarga assalomu alaykum.